ertalabdan Royal qanaqa ketyapti? Muzga Royal ekanda, bosib olgan. Qanaqa Royal ekan? Aka, bu borib kelgandan beri faqat Royal ichyapti. Menga qara, ukam zaharlanib qolmadingmi? Gap so'zlaring joyidami? Yuragi to'xtab qolmayapti. 4 ta Royal. Tayyor turibman lekin. Tayyor tursa. Bir kunda 4 ta Royal ichganiga bozor qachchi qiyin bo'ldi. Ko'p ichmayli lekin ichili qotib qoladi. Qaningda och ukam. Och. Lekin bitta gap aytaymi, ha? Nimaydi anu? Ya bo'ldi, ukam bitta ichib ber, bo'ldi. Nimaydi anu? Rayhonamidi, aloramidi? Xaladinning ichida lekin Royal xaladinning ichida jus turibdi-da. Nima jus ichyapsiz aka? Ukam har doim bitta narsani bilib olgan. Yaxshi narsa bo'lsa ichaveraman men. Ha, yo'q. Ha, buni anu reklamasini ekan ayt. Yaxshi narsa. Odamlarga ham yaxshi narsa aytaman. Bo'ldi. O'zing bilib zo'r ekanda. Justam zo'r. Ukam hamma ichimliklar zo'r. Abdurahmon aka ham zo'rlar. Og'a siz zo'risiz deydi. Qalay o'tdi Rossiyadan Gruziyaga? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bashar Royal to'g'risida aka qisqacha bitta o'zingiz bir anaqangiz aytib oling, eslicha bir postga qo'yib yuboraman mana shuni. Mana bir xilni yomonlab chiqibdi-da aka. Yomonlaversin. Уже necha marta aytdim. Royalni yaqinda ichishni boshladim. Taxminan Talash qilyapti. Taxminan bir oy bo'lishni boshladi. Lekin ko'p ichsa o'rganib qolar ekan. Boshqa napitkalar ta'sir qilmas ekan hozir. Real. Anorli suvlar haqiqatan siyqash chiqib ketdi, hammasini bor. Juda ham ko'payib ketdi. Lekin anorli suvlar nomer 1 bu Royal bo'ladi ekan. Nomer 1 hozircha. Lekin gapi yaxshi lekin to'g'risi.